В Москве задержали блогера из Узбекистана, который снимал провокационные ролики в метро и приставал к пассажирам ради хайпа в социальных сетях. На видео он пил напитки из чужих бутылок, подсаживался к людям и устраивал сомнительные розыгрыши. По данным МВД России, блогера задержали прямо в аэропорту перед вылетом из страны. Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Men zudlik bilan chiqish qilyapman, sababi o'zidan bloger yasab olgan ayrim bizning fuqarolar, o'zbekistonliklar, mayli O'zbekistonda qilsa-ku xo'p deymiz, lekin xorijga chiqib, ayniqsa mana Rossiyada yaqinda biz ko'rib qoldik, biz hayratda yoqib ushladik. Jasjan degan bir bloger chiqqan ekan. Men u haqida ma'lumotga ega emasman, lekin ana shu kimsa kuni kecha Moskvada qilgan qiliqlari, xatoliklari evasiga ichki ishlar boshqarmasida o'zini mana shu qilmishlari uchun javobgarlik hissini tuygan holda javob berdi. Я снял ролик в метро, который с девушками. Это был постанова, но это на людей не нравится, много говорили, ищет неплохое. Так, я этого хочу, после этого зарабатывать хочу, чтобы на рекламу зарабатывать. Потому что я снял ролик, я вообще не знал вот такого, здесь нельзя. Я вам простите, пожалуйста. Lekin shu yerda men sizlarga aytmoqchiman, qadrli do'stlarim, qadrli mening muxlislarim, qadrli o'zbekistonliklar, mana shunday blogerlarni nima qilasiz? Ko'rovini ko'paytirib, nima qilasiz? Ularga podpiska bosib, nima qilasiz? Bunaqa sharmandalarni xorijga chiqarib. Ular o'zi uchun foyda ko'ryapti, lekin butun xalqimiz uchun mana ko'pgina oilalardan Rossiyada yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlarida migratsiya asosida ishlayotgan insonlarimiz juda ham ko'p. Mayli, men-ku o'zimni yaxshi ishlarimni qilib olganman, lekin ayrim bizning fuqarolarimiz bor. Xafa bo'lmasanglar aytaman. It yotish, Mirzo turish bilan ishi kunini o'tkazayotgan. Lekin mana shunday muhojirlarimiz uchun bunday blogerlarning qiliqlari yanada og'ir yuk bo'ladi. Buni ko'p marotaba biz o'z tajribamizda ko'rdik, ko'ryapmiz. Ko'pgina insonlarimiz yurist sifatida bizga murojaat qilishyapti. Siz yuristsiz, meni haq-huquqim paymol bo'lyapti, meni himoya qiling deb. Lekin hammani ham biz birdek himoya qila olmaymiz. Lekin mana shunday xunrezliklarni, mana shunday bir jirkan ishlarni amalga oshirayotgan bizning fuqarolarimiz, ayrim fuqarolarimiz bunday qilib yursa, bizni mana shu yerda halol mehnat qilayotgan yigitlarimizga og'ir tosh bo'lmasmikin? Nima deb o'ylaysiz? Men hozir shu fursatdan foydalanib, meni qo'limda ishlayotgan ajoyib o'zimizni qora ko'zlarimiz, Surxondaryodan kelgan yigitlarimiz bor. O'zingiz bilasiz, birgalikda gohida chiqish qilamiz. Abdullajon o'zini YouTube kanali bor. YouTube kanalida juda mazmunli chiqishlar qilyapti. Facebook kanalida ham ega bo'ldi, shunga juda ham mazmunli chiqishlar qilyapti. Lekin mana shu yigitlarimizga ham ertaga boshqacha munosabat bildirishadi bu yerda xavfsizlik xizmatlari. Nima deb o'ylaysiz? Abdulla, mana ko'rding o'zing. Mana shu yigitga aytadigan gaping bormi o'zi? Mana sizlarni umuman olganda, qari boshidan boshlaylik, sizlarni bu yerda tekshirish qay darajada amalga oshiradi? Tekshirish juda ham qattiq, nazorat kuchaygan. Demoqchi bo'lganim, nazorat kuchayganning ustiga yana bularning bunaqa qilib o'tirgan qiligi nima deydi? Odamning ustida mag'za vag'zarganda bo'ladi-da. Mana bu dokumentda turganlar qancha-yu, mana bu yerda menosmotrdan o'tolmayotganlar qancha-yu, hammasi et azob deyapti. Bunday aytganda, qo'polashtirib aytganda, lekin bularning qilayotgan qiligi bir o'zlarini o'ylayapti. Chunki biladi, Instagramda 1000 tadan ko'p obunachingiz bo'lsa, sizga monetizatsiyani ochadi. Keyin nima qiladi? Pul ishlaydi ular. 1 million 400 mingta obunachisi bor. Ular o'zining luqmasi uchun, bunday aytganda, o'zi uchun pul ishlayapti ular. Lekin xalqda va xalqimizda mana shu yerdagi o'zbeklarda obro'sini bir tin qilyapti-da. Bir bunaqangi qilayotgan qiliqdan keyin bizni ham ertangi dokumentda yoki ko'chada yurganimizda bizni ham ana shunday tintishi hech gap emas-da. Bularda aytiladigan gapimiz, O'zbekistonga borgandan keyin O'zbekistonga borib bular shunaqangi chora ko'rish kerakki, O'zbekiston bu yerda elchixonalari bor-ku, olib borib yaxshigina chora ko'rib, nima deymiz, fuqarolarning tinchligi avvalambor, o'zimizning tinchligimiz, sog'ligimiz. Bular yemagan somsangizga pul to'lashingiz kerak emas, to'g'rimi? Ular o'zining ishini qilyapti. Lekin
odamlarning sog'ligini boshqasini o'ylamayapti. Meni fikrim shu. Bularga chorani qattiqini ko'rish kerak. To'g'ri Abdullajon. Men ham mana shunday qo'li gul, oshpaz yigitlarimni yo'qotib qo'ygim kelmaydi. Chunki baribir yaxshi mutaxassisni ishga taklif qilishingiz uchun ham biroz vaqt ketadi, biroz tajriba kerak bo'ladi. Lekin mana shunday xunrezliklar, buni xunrezlik deb bilaman. Chunki bizni, ya'niki O'zbekistonning mentaliteti bilan bu yerdagi yoshlarimizni mentaliteti umuman boshqacha. Siz buni qilayotgan qiliqlaringiz yaxshiyamki, ana shu metroni o'zida ushlashmabdi. U uyga qaytayotgan vaqtda ushlashibdi, lekin osonlikcha qutulibdi. Umuman olganda Rossiya Federatsiyasi qonunlariga ko'ra bu boshqacha jazolanishi kerak edi. Lekin yengil protokol tuzilgan xolos. Очень красивая, знаешь, а?